O'zbeklar nega birlashgan o'zbek muxolifatiga ergashishi kerak? Assalomu alaykum do'stlar. Suhbatlarimiz davom etadi. Bugun yana muhim bir masala haqida gaplashamiz. Mana birlashgan o'zbek muxolifati shakllandi. 3 marta internet orqali, Telegram orqali qurultoy umumiy yig'ilish o'tkazildi. Markaziy kengash yig'ilishlarini boshladi. BBC, Ozodlik, boshqa o'zbek internetning o'zbek tarmog'idagi juda ko'p odamlar fikrlarini bildiryapti. Sirojiddin media, boshqa joyda. Demak, birlashgan o'zbek muxolifatining xalqimiz uchun zarur ekanligi aytilyapti. Nima uchun? Ikkita katta sabab bor. Birinchisi, bu faqat muxolifat birlashishi emas. Xalq, muxolifat, hukumat hammasi kuchini bir joyga yig'ish kerak. Endi hukumat bilan muxolifat doim siyosiy kurash ichida bo'ladi, raqobat bo'ladi. Lekin shunga qaramasdan hozir kuchni birlashtirish kerak. Nimaga? Ikkinchi sabab. Xitoy katta tahlika bilan bizga yaqinlashdi. Bizning butun hozirdan imkonlarimizni Xitoy tortib olyapti. Facebook'ta Karim Bahriyevning sahifasini oching. U yerda aytilgan, O'zbekiston Xitoyga gaz sotishni ko'paytirdi. Shu kunda butun O'zbekiston sovuqdan qaltirab turgan paytda gaz yo'q aholiga Mirziyoyev gazni Xitoyga beryapti. Nimaga? Buni tushuntirib bo'lmaydi. O siyosat edi, unda edi, qarz bor edi. Hech qanaqa qarz kerak emas O'zbekistonga Xitoyda. Xalq erkin bo'lsin, Janubiy Koreyadagidek erkin bo'lsin, Yaponiyadagidek erkin bo'lsin, hatto Qozog'istondagidek erkin bo'lsin, Xitoyning yordamisiz O'zbekiston xalqi oyoqqa turadi. Masala shu yerda bo'lyapti. Shu taniqli siyosatchi, jurnalist Jahongir Muhammadning mana bu murojaatida shu ikki narsa ta'kidlangan edi. Ikki narsa aytilgan edi. Nima bu? Birinchisi, O'zbekistonda hukumat xalqniki bo'lishi kerak. Bu nihoyatda katta gap. Hozir hukumat boshqa tarafga qaragan, Mirziyoyev diktaturasi hukumati, xalq boshqa tarafda. Birlashuv yo'q orada. Birlashuv bo'lsa, shu qahraton kunda Mirziyoyev gazni Xitoyga sotadimi? Ko'ringizlar Karim Bahriyevning sahifasi va boshqa joylarda. Shu kunlarda Xitoyga gaz sotishni orttiradimi? Bu hukumat bilan, Mirziyoyev hukumat bilan xalq bir emas. Nima degani? Xalq bilan hukumat birlashsin degan. Erkin, adolatli, muxolifat qatnashadigan shaffof saylovda O'zbekiston xalqi o'ziga yangi hukumat saylashi kerak. Mana shuning uchun ham o'zbeklar bizning mana bu harakatga birlashish kerak. Birlashgan o'zbek muxolifatiga. Bizning birinchi maqsadimiz shu. O'zbekistonda ahvolni tuzatish, siyosiy ahvolni, iqtisodiy ahvolni tuzatish, haqiqiy islohotlarni yo'lga qo'yish, Oliy Majlisni tiriltirish, Oliy sudni tiriltirish va mustaqil qilish, mahallalardan boshlab erkin saylovlar o'tkazib, xalq hokimiyatini o'rnatish. Birinchi maqsad. Ikkinchisi, o'sha birinchi maqsad bilan amalga oshadi. Xitoy tahlikasidan nima qilish? O'zimizni qo'rish. Agar xalq, hukumat, yangi hukumat, xalq saylagan hukumat, muxolifat hammasi birlashsagina biz o'zimizni Xitoydan qo'ray olamiz. Nimaga o'zbeklar birlashgan o'zbek muxolifatiga ergashishi kerak? Mana shu ikkita katta maqsad uchun. O'zimizni Xitoydan qo'rish uchun. Kerakmi? Hamma dunyoda mana shunaqa geopolitika, Xitoy hamma joyda bor. Kerak. Shu qahraton sovuqda o'zbeklarga gaz yo'q ekan, nimaga Mirziyoyev gazni Xitoyga sotadi? Mana shuning uchun kerak. Demak, Xitoy bizni ichkaridan egallab olgan. Bizning xalqimiz uni qiziqtirmaydi. Xitoyning faqat manfaati uning demak Sharqiy Turkistonda Uyg'urlarga nima qilayotgan bo'lsa, shuni bizga qilyapti. Shuni hamma o'zbek tushunish kerak ekan. Hamma qozoq, qirg'iz, hammamiz Turkistonni tushunishimiz kerak. Uyg'urlarga qilinayotgan bizga ham qilinyapti deb bilishimiz kerak. Ertaga bizga keladi demasligimiz kerak. Chunki Uyg'urlarga qilinayotgan zulm, qatlom, genotsid bizga ham qilinyapti. Biz uchun ertangi vazifa emas, bugun bizga qilinyapti. Chunki Sharqiy Turkiston biznikidir, vatanimizdir. Turkistonning bir qismidir. Shuning uchun ham
xalqimizdan iltimos qilamizki, birlashgan o'zbek muxolifatga ergashing. Xitoy tahlikasidan qutulish uchun birinchi xalq bo'lib, hukumat, muxolifat hamma birlashib. Ikkinchisi o'sha ichkaridagi ishimiz. O'zbekiston erkinlik, iymon, adolat, inson huquqlari, erkin saylovlar shunga asoslangan davlat bo'lishi kerak. Mirziyoyev diktaturasiga emas. Bo'ldi, Mirziyoyev maqtalib bo'ldi. Qiladiganini 10 yilda ko'rsatdi, hech narsa qilmadi. Nimaga hech narsa qilmadi? Saylov erkin qilmadi. Oliy Majlisni tiriltirmadi. Muxolifatga ruxsat bermadi. Matbuotga erkinlik bermadi. Oliy sudni tiriltirmadi. Sudni mustaqil qilmadi. Mahallalarda erkin saylov o'tkazmadi. Tuman, shahar, viloyat hokimlari saylanmadi. Xalqqa erkinlik, adolat berilmadi. Bo'ldi, Mirziyoyevning qilgan ishi shu. Faqat Mirziyoyevni maqtash bilan hech narsa bo'lmaydi. Shu gaplarni aytmoqchi edim. Butun xalqimizni, o'zbeklarimizni, o'zbekistonliklarni hammasini birlashgan o'zbek muxolifatga ergashishga, qo'llab-quvvatlashga, biz bilan birga bo'lishga chaqiraman. Sog' salomat, omon bo'linglar.